hozir o'zlaridan muxolifat, birlashgan o'zbek muxolifati degan jamoa yasab olganlar bor. Bularning ichida komil inson bo'l degani bor. Komil inson bo'l. Sizlarga mantiqiy savol beraman. Komil inson bo'l degan profildagi odam desa bo'ladimi, yo'qmi? Komildan keyin vergul bor. Komil inson bo'l. Chunki sen inson emassan deb o'ziga nom qo'yib olgan. İnson emas o'zi. Shu odam jonli yoyinlarda onasini avratini ochiqchasiga jargon bilan bemalol gapiraveradi. Bemalol. Hech bitta andisha, hayo, qo'rquv yo'q, uyat yo'q. Bemalol onasini avratini og'ziga olaveradi. Hayotda qanaqa odam? Otasiga bolta ko'targan odam. O'zi ichki ishlarda forma kiygan, ichki ishlarda ishlagan. Lekin odam o'ldirganlar bilan birga sherik bo'lgan, 11 yil qamalgan odam. E'tibor berib turinglar bu statistikalarni. Qayoqqa olib borishini. Undan tashqari jonli o'yinda o'zining hayotidagi birinchi oilasidagi norasida o'g'li bilan qizini men ularni oq qilganman deb og'zidan so'lagi oqib gapiryapti. Og'zidan so'lagi oqib. O'g'lini, qizini, norasida ular hali balog'at yetmagan bolalar. Ularni oq qildim deyapti. O'sha balog'at yetmagan paytida, keyin katta bo'lgan, hozir menimcha qizi turmushga chiqqan. Buni faxrlanib gapiryapti. Otasiga bolta ko'targan, onasini avratini bemalol og'ziga oladigan, odam o'ldirgan. Hukm kiygan odam o'ldirishlikda. Bolalarini jonli yoyinda oq qilganligini faxrlanib aytadigan. Abror Muxtor Aliyni ustidan bu geylarni yomon ko'radi, bunga qarshi chora ko'ringlar deb terpilalik qilib ariza yozgan odam. Mana shu birlashgan o'zbek muxolifati degan to'dani a'zosi.